Assalomu alaykum mashinamiz obunachilari, Captiva'ni kam yurgandan qidirib yurgan xo'jakalarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4 mashinamiz okila bugun sotuvga chiqdi. Mashinamiz ko'rib turgan edi, chiroyli holatda turibdi okila. Hozirgi kunda bunday Captiva'larni topish ancha muammo okila. Mashinamiz to'rttala yumshoq bolovlardan to'qib qo'yilgan. Tonirovka ruxsatlari ham bor. Bismillah okila, ichki salonlari ham ko'rib turgan edi, chiroyli holatda turibdi. Sitinalarga sarafalardan kiygizilgan okila. Bosib o'tgan masofalari okila 28000 kilometr yurgan okila. O'zim ham shu joyga maza qildim. Xo'p, okila mana torpedalari ham mashinamizning matviy holatda turibdi. Konditsionerlar bor okila, sidina ishlash podograflar bor. Xo'p, xullas okila mashinamiz full PS'da. Orqa taraflari ham ko'rib turgan edi, mashinamizning chiroyli holatda bo'lib turibdi. Bismillah okila, mana orqalari sidinalari ham 7 kishilik bo'ladi okila. Evaga oshnalaringizni ham chiqadigan bo'lsangiz ham juda yaxshi variant. Xo'p. Narxi keladigan bo'lsa okila, bu mashinamizni olib mazali haydashingiz uchun $22,500 ozmoz barakasiga o'tib keladigan joyi bor. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar, mashina Muslimdan. Okila, bugungi sotuvimizda legendarniy qop-qora Gentra mashinamiz bugun sotuvga chiqdi. Okila, mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofalar bor yo'g'i endi 57000 kilometr yurgan. Mashinamizda okila ABS forma sistemalari ham bor. Kraskalar okila absolutniy top-toza, tonirovka ruxsatlari ham bor. To'rttala yumshoq largo bolovlardan ustunovka qilib qo'yilgan. Bu mashinamizni narxi keladigan bo'lsa okila $14500 ozmoz barakasiga o'tib keladigan joyi bor, mashina Muslimdan. Assalomu alaykum mashinamiz obunachilari, arzon narxda Nexia 2 qidirib yurgan okalarimiz uchun ushbu Nexia'ni tavsiya qilamiz okalar. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Euro Sons okalar. Mashinamiz ko'rib turgan edi, chiroyli holatda turibdi. Hop. Okalar, mana motor qismlari ham, agar sizlarga ham ovozlari eshitib turgan bo'lsa, mashinamiz chiroyli holatda, motorlari ham ishlab turibdi. Hop, gidranlika okalar. Rollari ham kraskasi qayda deydigan bo'lsani okila, shu moldindan tagida shu yumaloqgina petnosi bor okila, ichkariga qattiq udar bo'lmagan, o'zgina uchun bir qator tekshirib olsani bo'laveradi. Orqa taraflari ham ko'rib turgan edi, mashinamizning chiroyli holatda bo'lib turibdi. Okila, ichki salonlari ham mashinamizning ideal holatda bo'lib turibdi, sidinalari ham okila ruchnoy, misrovkali. Bosib o'tgan masofalari okila 8000 kilometr yurgan o'ziniki. Dokumentlari qanday bo'ladi degan bo'lsa okila, generalni ham berilaveramiz, nomini gapirib ham qilib berilaveradi bu mashinamizni. Narxi keladigan bo'lsa okila, bu mashinamizni olib mazza qilib haydashingiz uchun $5000 ga baraka qilsani bo'ladi, mashina Muslimdan.